Sen hali ham shu latta bilan yetaklashib yuribsanmi? Tushunmadim, kim latta? Sen. Men senga nima degandim? Boshqa farangizni yonida qoringni ham ko'rmaydiganmidim? Yoki sen yaxshi gapga tushunmaysanmi? Men mo'rlashayotgan-a? O'zingni bil, oshga tushgan pashsha bo'lmasdan oramizga suqilmagin, tushundingmi? Seni ko'rganim yaxshi bo'ldi. Farangizni boshqa bezovta qilma. Agar yana bir marta ko'rsam, nima qilasan? Qo'lingdan nima keladi? Men farangiz bilan bolalikdan katta bo'lganmiz. Men farangizni yaxshi ko'rgan paytimda sen yurarding kitobingni quchoqlab. Shunaqa ekan, hurmatingni bilib o'zingga boshqasini topgin. Shamshod aka, bizdan nima istaysiz o'zi? Nimaga tinchlik bermaysiz? Timni sovchi qo'yayotganingiz yetmaganda endi zo'ravonlikka o'tdingizmi? Menga qarang. Bu qiliqlaringiz bilan nima o'zgaradi o'zi? Meni sizga javobim aniq. Men sizni yaxshi ko'rmayman. Hech qachon yaxshi ko'rmaganman. Farangiz, seni to'g'ri tushunyapman, lekin ishon. To'yimizdan keyin xudo xolasa meni sevib qolasan. menga qara, qanaqa to'y-a? Men bilan farangiz